Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Yashnobod tumanida joylashgan Z Cafe degan joydamiz. Bugungi kunda bu bizning kafemiz sotuvda. Lekin birinchi gapirishdan oldin, ko'rsatishdan oldin hamma narsani sizlarga polniy obzor qilib bermoqchiman shu kafeni. Marhamat, ko'rsanglar bo'ladi. Bu bizning yozgi terrasamiz. Ichkari tomonda ham ikkita chiroyli xonalarimiz bor. Даже 3 ta desam ham bo'ladi. Yuringlar, men sizlarga hozir shularni ko'rsatib chiqaman. Bu yoq tomonimizdan kichkina kabinkamiz bor. Bu yoqda sizlar karaoke qilib yursanglar ham bo'ladi. Ikkita sanuzolimiz bor va женский bilan мужской. Bu esa общий zalimiz. Bu yoqda tanцпол qilib yursanglar bo'ladi. Odamlar juda ham o'ynashni yaxshi ko'rishadi. И также ikkita kabinkamiz bor. Shularni ham sizlarga birovga ko'rsatib o'taman. Ikkita kabinkamiz bor. Bu kattaroq kabinkamiz. Hozir svetini yoqib beraman sizlarga. И kichkina kabinkamiz. Qanaqadir переговорinglar bo'lsa, ko'zga ko'rinmaydigan joy. Hozirgi kunda shu bizning joyimiz 4 sotuvga ega. Общий zalimiz, общий zdaniyani o'zi, общий binoni o'zi 320 kvadrat metrga ega. Yana yonida 8 sotuvli joyimiz bor. Kadastr bo'yicha 4 sotuv. Bemalol o'zingizga yarasha оборудовать qilib yursanglar ham bo'ladi. $400,000 narxda turibdi. И bu yerda действующий уже арендаторы ham bor. Har oy $3,500 dan to'laydilar. O'shaning uchun batafsil ma'lumot uchun, ko'rib ketishingiz uchun shu quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar. Sizlar bilan Kamila edi. Remax sizlarga har doim yordamga shoshiladi.